Aka, iloji bo'lsa sizlardan bir narsa so'ramoqchi edim. Menga qarang aka, katta odam ekansiz. Sizda qaram ham juda ko'payib ketdi. Undan ko'ra bozorga chiqib pomidor sotsangiz ham pul topasiz. Ishqa bishlan aka. Sizlar meni noto'g'ri tushundinglar. Sizni to'g'ri tushundim. Iltimos ishtahamni bo'g'mang. Men mana shu restoranni xo'jayini bo'laman, rahbari bo'laman. Mashinani olib chiqishim kerak. Ana bu yerda turgan mashina sizlarnikimi? Yo'q, bizniki emas. Ismingiz nima edi uka? Lazizbek ismi. Menga qarang, Lazizbek. Hech qachon odamning tashqi ko'rinishiga qarab baho bermang. Mana shu o'tirgan stollarning pulini to'lamang. Kassaga o'zim aytib qo'yaman. Ya aka. Xijolat bo'lmang, erkak bo'ling. Bizdan qancha bo'ldi? 250 ming so'm. Aka, unda uyga olib ketishga ham 250 ming so'mni solib bering. Hammasini ukam to'laydi. Kim edi ukangiz aka? Ukammi? Lazizbek. Lazizbek! Xo'p aka. Aytib qo'ydim kassaga. Bo'ldi, gap yo'q. Ha ukam, toza bo'lib qoldimi? Ha, toza bo'lib qoldi. Izlashtir, bundan keyin idish tovoqlar ham bor. Senga maslahatim ukam, ko'cha-ko'yda hamma ham aka deyavermagan.